Assalomu alaykum barchaga. Men hozir Respublika iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga borib keldim. Himoyamdagi shaxsdan tushuntirish xati olish uchun chaqirtirilgan ekan. Keyin bilsam, vinzavodning ta'sischilariga qarshi tezkor tadbir o'tkazilgan ekan. Tadbir yuzasidan boshqa aloqador shaxslar ham so'roqqa chaqirilgan. Tezkor vakillar nazarimda himoyamdagi shaxsdan ruhiy bosim ostida undan haligi ta'sischilarga qarshi ko'rsatma olishni mo'ljallagan chog'i xodim qarasaki yonida men bilan kelgan, advokati bilan kelgan. Ularning noqonuniy ish rejalari, maqsadlari o'xshamay qolgan. Bu holatni men idoraga chaqirtirgan xodimning borgan paytimdagi menga bo'lgan muomalasidan ham sezib qoldim. Ya'ni ko'rishganimizda unga advokatlik orderini taqdim etdim va guvohnomamni ham so'radi, ko'rsatdim. U esa menga недовольный qarab javoban bu order qalbakiga o'xshayapti dedi. Men unga nimasi qalbaki, haqiqiysi qanday bo'lar ekan deb so'radim. Xodim esa order rangli bo'ladi-ku, bu esa qora rangda ekan dedi. Agar haqiqiyligiga ishonmasangiz, orderdagi QR kodini internet orqali tekshirishingiz mumkin. Adliya vazirligining bazasidan men haqimdagi ma'lumot kelib chiqadi degandan keyin jim bo'ldi. Ichkariga kirdik, ishni boshladik. Tushuntirish xati kompyuterda yozila boshlandi. Shu payt bo'lim boshlig'i biz o'tirgan kabinetga kirib keldi. Tushuntirish xatini olayotgan xodim bizni o'zining boshlig'iga tanishtirdi. Keyin esa boshliq meni himoyamdagi shaxsga qarab, "Sen nima uchun advokat bilan kelding? Demak, seni aybing bor. Aybsiz bo'lganingda advokat bilan kelmasding" deganida men e'tiroz bildirdim. Advokat yollash uning huquqi ekanligini bildirdim. Uning nima uchun advokat bilan kelding degan gapi ruhiy bosim hisoblanadi. Tushuntirish xatini o'qib, imzolab bo'lganimizdan keyin tushuntirish xatidan nusxa bering desam, bermadi. Mana sizga advokatning huquqlari, vakolatlari. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin himoyamdagi shaxs menga "Yaxshiyam siz bilan kelganim, bo'lmasa boshimga itni ko'nini solardi bular" dedi. Chunki oldingi safar ham chaqirilgan ekan, ammo advokatsiz borgan ekan. O'zini va yonidagi boshqa shaxslarni urib, so'kib, qo'pol muomalada bo'lishgandi biz bilan deyapti. Bu bilan sizlarga nima demoqchiman? Huquqni muhofaza qiluvchi organ tomonidan chaqirilyapsizmi? Darhol advokat bilan boring. Bilaman, advokat yollash bu siz uchun ortiqcha rasxod bo'lishi mumkin. Ammo advokatsiz borganligingiz, advokat bilan maslahatlashmaganligingiz siz uchun bundan da og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Salomat bo'ling.